Assalomu alaykum aka-ukalar, vodiy xo'rozlar obunachilari. Avvalambor hammalaringni ro'za Ramazon kunlaring bilan. Ro'zalar tutib qiynalmayapsizlarmi, tutayotganlar? Polvonlarimiz bosh to'rtdan chiqaramiz, xudo xolasa. Sotuvda bunimiz dogovor qilib qo'yilgan. 20-chiga dogovor qilinadimi? 20-gacha. 20-chiga puli tushmasa, bu ham sotilaveradi. Atak 20-gacha puli tushadigan bo'lgan, dogovor bo'lgan. Dogovordan qochmaydigan bo'lsa, biratan sotilaveradi, xudo xolasa. Qochsa dogovordan, qochmasa ketadi 20-kuni, xudo xolasa. Mana polvon necha kilo edi bu? 4 kilo 100. 4 kilo 100. Yerga qo'yinchi bir oyoqlarni bir ko'raylik, joningiz og'riydi, sto'kalaringni. Sotiladiganlarni bitta chiqaramiz, chiroylilar oldinda. Mana aka-ukalar, kechkiroq cho'jalarimiz o'sha endi xo'roz bo'lyapti, bitta sotuvga qo'yilyapti, xo'roz bo'lgan sari. Nima bir qo'yilyapti, yozda chiqqan cho'jamiz. Kilolari qanaqa edi? 4 kilo 4 kilo 200-300. Bu 4,5 dan ham tepasida o'sadi, hali. Ha, 700-800 turishaveradi bemalol. Shunga aytaman-da, bu polvondan esa yerga qo'ying-da. Polvonni joningiz sog' bo'ldi. Sto'kalari ham boshqacha jonivor. Katta polvon cho'jamiz. Narx qanaqa endi buni? Nima deymiz narxini? 1,5 yo'l qo'yib beramiz hozirroq. 1,5 million so'm kami bor. Aloqaga chiqsalaring. Nomerimizni aytib o'tamiz: 91lik 117 03 63. Yana kommentariyaga ham yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa cho'jalar zo'r. Mana aka-ukalar, cho'jamiz navbatdagisi. Polvoncha. Bu ham yozgi cho'ja, buni halikini bekorchi qildik. Bekorchi videolari bor, urushganlari, so'raganlar bo'lsa tashlab berilaveradi, aloqaga chiqsalaring. Xo'roz necha kilosi? 4 kilo. 4 kilo 100, 4,5 da urishadigan narsa. Bu bemalol 4,5. Yuruvlarini ko'raychi, oyoq qo'li sog'lomlik, hamma yo'qlari sog'lom. Ustuyman, sto'kalari ham ajoyibidan ekan, jonivorda. Bekorchilar bor, aka-ukalar, yana bekorchisi bor, xo'rozlar bor. Endi yada bo'lib ketganini YouTube qulflab qo'ymasin degan maqsadda qo'yilmayapti. Telefon qilib aloqaga chiqsalaring, yana bor. Qo'yilmagandan tashqari ham bor yana. Videodan chiqmaganlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'rozlarimiz yaxshi, xudo xolasa. Mana aka-ukalar, ajoyib ishqozlar, ajoyib chiroyli narsa polvon. Toshlarni qaranglar, bu jonivorni toshlarni. Krasavchik. Kilolar qanaqa buni? 4 kiloda jonivor o'ziga sig'may qolibdi, polvon. Buni ham dogovor qilingan, haftaning oxirlarigacha bo'lib qoladigan bo'lsa ketib qoladi. Agar ketmaydigan bo'lsa sotuvda bu ham aka-ukalar. 4 kiloda polvon hamma yo'q joyida. Bekorchisi yo'q buni ham. Bekorchisi bo'lmagan hali. Qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa haftaning oxirigacha puli tushmasa, dogovordan qochsa biratan sotilaveradi obunachilarga, xudo xolasa yo'lda qilib. Mana oppoq shamu shalpang demoqchi edim biz aka-ukalar. Oppoq shalpang ishqozlariga joningiz sog' bo'lsin. Oq shalpang. Qiziqqanlarga kilolar qanaqa buni? No, hali yengil 3,5 kilo atrofida bo'lsa kerak. 3,5 kilo, lekin 4 kiloni tepasida o'zishadi. 3,5 kilo. Jichcha dong'aribroq ekan, takamizga tuxum berilgan edi, shuni olib keldik. Jichcha dong'aribroq bo'lib qolgan ekan, endi o'rnalyapti, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin, pijaras degan mana shu. Qorroqmi degan mana shu bilan. Uzr aka-ukalar, og'zimizdan har xil so'zlar chiqib ketayotgan bo'lsa, qo'yinchi yerga, yo'llarni ko'raylikchi. U bo'la soldat ekanda bu jonivor. Yer ham ko'rmagan shekilli bu. Chatida yotgan ekan bu. Chatidan chiqmagan ekan jonivor. Aloqaga chiqsalaring, bafurja boshqatdan bir cho'tki qilib syomka qilib beriladi aka-ukalar.
Mana aka-ukalar, charobchalarimiz ham tayyor, xudo xolasa. Olib kelib qo'yapmiz, endi iloji yo'q. Ba'zida ulgurmay ham qolyapti charobchalarimiz. Shuning uchun zapasi bilan olib kelib qo'yilgan. Aloqaga chiqsalaring, kelishilsa, xudo xolasa sirasiz mana charobchalarga biz joylanadi, ketilaveradi xodozlar. Aka-ukalar aloqada bo'lib tursalaring, xudo xolasa yaxshi xodozlar chiqyapti bizda ham. Hozir bitta bolaga olib kelganimiz bor, chiroqliq o'ta go'zal narsa. Shuni bir syomkasini qilib qo'yib beramiz. Boladan bo'shasa, xudo xolasa sotilaveradi ham. Mana aka-ukalar, bolaga o'zimiz olib keldik, xudo xolasa bolalarni chiqaramiz. Mana shu polvonni bu yildan keyingi kuzga, qishga bolalarni, mana shu bolalarni sotamiz, xudo xolasa. Bular esinglarda bo'lsa, ko'rganlar bo'lsa, kanalimda obunachilarim bo'lsa, 6 kilo 100 likda qo'yganman. Ashini o'g'li bizda akaxondan iltimos qilib yurib, yaxshi pulga oldik buni. Bolasini olsak, xudo xolasa keyin sotib ham olib, bizda sotiladi pastayanni. Hozir bas, lekin bolasini olib keyin sotib olamiz. Yaxshiroq pulga kirib qolsa. Tuyullarni ko'rsa, 4 kilosi qancha dedi? 4,5 nosoroq. 4,5 nosoroq hozirgi holati. Bu avgust cho'jayi bilsalaring, avgustda chiqqan cho'jalar bular. Polvon ashi qoratoy 6 kilolikdi bolasi. Joning sog' bo'lsin. Bu ham polvon narsa ekan-a, ko'z tegmasin. Xolasa otasini esiga chiqish kerak. Chiqadi otasini esiga, xudo xolasa. Hozir buni fasadi tapalab yotibdi xolos. Aka-ukalar, mana xudo xolasa videomiz ham shuning bilan tamom. Aloqaga chiqaverasizlar.